Assalomu alaykum, kanalimizni kuzatuvchilari. Ramazon sovg'asi dasturimizdagi darsliklarimizni 4-siga xush kelibsiz. Bugungi darsligimizda mana shu fasondagi ko'ylakni bichilishini, tikilishini birgalikda o'rganamiz. Darslikni diqqat bilan kuzatamiz va o'zlashtirishga harakat qilamiz. Qog'ozimizni ikkiga buklab oldim va yelka kengligimizni ikkiga bo'lib 1 sm choq haq berdim. Bo'yin o'yindani kengligini 8 qildim. Yelkani qiyaligini 3. O'yindan ochiqligini kim qancha xohlasa shuncha qilishi mumkin. Men kichkinagina qilib 13 sm qildim. Yelkadan ko'krak uzunligi 24. Ko'krak aylanamizni 4 ga bo'lib choq haq berdik. Svobodni bo'lishini xohlasangiz, kengroq bo'lishini xohlasangiz, biroz ko'proq berishingiz mumkin mana shu joyga. Qo'ltiq o'yindan chuqurligini 21 sm qildim. Andazamni uzunligini 50 sm uzunlikda qilib belgilab oldim. Endi diqqat bilan kuzatib turing. 38 sm uzunlikni o'lchadim va bu chekkadan 45 sm ni o'lchadim. 45 dan 38 ga yarim oy shaklini chizib, andazamni kesib olaman. Andazamiz tayyor bo'ldi. Andazamizdan foydalanib ko'ylagimizni bichishni boshlaymiz. Qizlar, umumiy uzunligimiz 110 sm, 110 dan 38 sm koketka uzunligini ayirib tashladim. 72 qoldi. 72 ga choq haqi beramiz 3-4 sm. Materialimni buklab olganman 60 sm kenglikda. Endi qarang, mana shu joydan tepadan 72 sm ga 4 sm choq haqi berdim. 76 qilib uzunlikni belgilab oldim. Mana bu ochiq tarafdan 10 sm o'lchab, mana bunday qilib qiyalatib chizib oldim. Shu chiziqlarim bo'ylab kesib chiqaman. Bu oldi tarafimiz uchun etek qism, oldi asos qismimiz uchun. Endi yana bir marta 60 sm kenglikda buklab oldim. Bu tarafda 110 sm umumiy uzunlikdan 14 sm orqa koketkani uzunligini ayirib tashladim. 96 chiqdi. 96 ga choq haqi bilan 100 qilib belgilab oldim uzunlikni. Chizdim. Va bu tarafda ham mana shu ochiq tarafdan 10 sm o'lchab qiyalatib chizib oldim. Va shu chiziqlarim bo'ylab kesib chiqdim qizlar. Mana shu etek qismimizni yon tarafdan ortib qolgan materiallarimizdan koketka bichib olamiz. Mana bunday qilib buklab oldim. Andazamdan 38 sm uzunlikni o'lchab to'g'ri chiziq tortib oldim. Va shu chiziqqa to'g'rilab ozgina choq haqi bilan koketka bichib oldim. Koketkani buklov holatda bichmadim qizlar. O'rtaga choq tushadigan qildim. Mana shu joyga zamok qo'yib, bolani emizish uchun foydalanishingiz mumkin. Taxlab olib qo'yamiz. Endi mana bu joydan qarang, yuqoridan 14 sm uzunlikni o'lchab, orqa koketkani uzunligini chiqarib olamiz. Ikkiga buklangan materialimizni ustiga 1 sm choq haqi bilan atrofiga orqa bo'yin o'yindini sayozroq qilib o'yib koketka bichib oldim. Har bitta koketkam 2 qavatdan, ya'ni astar va ustki qismlari shu materialni o'zidan. Endi bizga ozgina oppoq material kerak bo'ladi. Andazamizni qiyaligi bo'ylab kesib oldim va buklangan oq materialimizni ustiga andazamni qo'yib, mana bunday qilib kesib oldim. Proymani ham kesib olamiz. Endi koketkamizning pastki qismiga 10-12 sm kenglikda dublerin yopishtirib olamiz. Koketkamizni ikkiga buklab, mana bu pastki qismdagi qiyalikni chiqarib chizib olamiz va kesib chiqamiz. Endi koketkamizni oldi bo'yin o'yindasini ham chizib kesib olishimiz kerak. Yelkadan 24 sm ko'krak uzunligini o'lchadim va 14 sm uzunlikda vitichka chizib oldim. Kesib qo'ydim, tikishda oson bo'lishi uchun. Xohlasangiz kesmasdan tikishingiz mumkin. Vitichkalarimni tikib, dazmolladim. E'tibor qiling, vitichkani choki pastga qaratib dazmollangan. Koketkamizni pastki qismini yarim oy bo'lgan joyini overlock qilib oldim va mana shunday qilib buklab chiqdim. Chokkimizni chiroyli qilib dazmollaymiz. Endi qizlar, mana bu oldi koketkamiz. Mana shu joyga xohlasangiz zamok qo'yib olishingiz mumkin, xohlasangiz shunday tikishingiz mumkin. Bu anavi oq tayyorlab olgan koketkamizni ostida qolib ketadigan joy hisoblanadi.
bola emizishga moslamoqchi bo'lsangiz, mana shu joyga обязательно zamok qo'ying. Juda ham qulay, zo'r fason emizikli onalar uchun. Mana shunday qilib bo'yini aylanamiz bo'ylab tikib olamiz. Aylana bo'lganligi uchun oz-ozdan chokka yetkazmasdan kesib chiqamiz va to'ntarib dazmollaymiz. E'tibor bergan bo'lsangiz, bo'yin aylanamga filizilin yopishtirmadim. Materialim juda ham bo'ysunuvchan. Endi koketkamizni mana bunday qilib qo'yib, ikkinchi tarafini ham mana shu holatda qo'yib olamiz. Yelka choklarimiz va bo'yin aylanamiz bo'ylab tikib chiqamiz. Mana shu joyga aslida tayyorlab olgan oq koketkamizni qo'shib tikishimiz kerak edi oldi tarafiga. Lekin sizga tushunish osonroq bo'lishi uchun avval koketkani tayyor qilib olib, keyin boshqacha qilib qo'yib ko'rsatganman. Buni tikish jarayonida ko'rishingiz mumkin. Koketkamizni pastki qismiga pautinka klidan qo'yib yopishtirib oldim. Tikishda osonroq bo'lishi uchun. Endi qizlar, mana shu joyga etek qismimizni tepasiga sborka tortib tayyorlab olganman. Sborkalarni teng-tekis qilib yoyib, koketkamizga moslab, koketkamiz bilan birlashtirib tikib olamiz. Va mana shu chokimizni overlock qilamiz. Endi qizlar, oq koketkamizni bezatishimiz kerak. Ortib qolgan materiallarimizdan kengligi 1,5-2 sm kenglikda buklov hosil qilib dazmollab oldim. Va kesib chiqdim lentichka holatiga keltirib. Endi qarang, koketkamizni mana bunday qilib yoydim. Ikkiga bukladim va buklangan joydan kengligini 1 sm kenglikda qilib chiziq tortib oldim. Ikkinchi tomoniga ham xuddi shunday. Koketkamizni yoyamiz. Mana shu chiziqlarimizga hozirgina tayyorlab olgan lentichkamizni mana shunday qilib tikib chiqishimiz kerak. Lentamizni ochiq tarafini chizig'imizga qo'yib 1 sm kenglikda chok yurg'izib oldim. Va mana bunday qilib to'ntarib, mana bu chekkasidan avval chok yurg'izdim, keyinroq narigi chekkasidan ham yurg'izib qo'ydim. Har ikkala chizib olgan chiziqlarimizga mana shu holatda lentichkamizni qo'shib tikib chiqamiz. Mana lentichkalarimizni tikib nihoyasiga yetkazib oldik. Choklarimizni akkuratni qilib dazmollaymiz. Ortgan materialimizni qarang, biroz kasoy qilib buklab oldim. Materialim juda ham bo'ysunuvchan. Shuning uchun bo'yin aylanaga ishlov berish uchun ozgina kasoy qildim xolos. Agar materialingiz qalinroq, bo'ysunmaydigan bo'lsa, alohida kasoy lenta olishingiz kerak. Bo'yin aylanamni mana bu joyiga orqa tarafdan dublerin yopishtirib olganman. Ozgina ko'rinib turibdi, e'tibor bersangiz. Endi mana shu lentichkani bo'yin aylanaga qo'shib tikib chiqishimiz kerak. Avval mana bunday qilib 1 sm kenglikda chok bilan lentichkamizni aylantirib tikib olamiz. Aylana bo'lganligi uchun oz-ozdan kesib chiqamiz va yana bir marta mana bunday qilib qatlab ustidan chok beramiz. Chok berayotganimizda lentichkamizni ostki tarafidagi qavati chokdan tashqarida qolmasligi kerak. Ya'ni to'liq tikilishi kerak. Chiroyli qilib dazmollaymiz. Endi qizlar, koketkamizni pastki qismidan yuqoriga 2 sm kenglikda masofa o'lchab chiziq tortib oldim. Mana shu chiziqqa ham, mana shu avvalgi lentichkamizdan ortganidan chizig'i bo'ylab tikib chiqamiz. Va xuddi oldi tarafimizga ikkita poloskaga ishlov berganimizdek, orqaga qayirib ustidan bostirib qo'yamiz. Oldimizdagi mana bu ikkita poloska bo'lgan joyga tugmalardan qo'yib bezatishimiz mumkin. Tugmalarni tikib oldim. Endi mana bu tayyor bo'lgan asos qismimizga hozirgina tayyorlagan oq koketkamizni qo'yib birlashtirib olishimiz kerak.
Buning uchun yelka choklarimizni ochishimiz kerak. Har ikkala yelka choklarimizni ochib olamiz va orasiga mana shu oq koketkamizni yelkasini qo'shib mashina yordamida tikib olamiz. Navbatdagi ishimiz orqa koketkamizga etek qismini birlashtirib tikib olishga. Hozirgina tikkan yelka choklarimiz va bo'yin o'yindalarimizni chiroyli qilib dazmollab olamiz. Mana shu joyga orqa etek qismimizni qo'yishimiz kerak. Mana shunday qilib qo'yamiz. Mana bu joydan 4 sm masofa qoldirib, ikkinchi tarafdan ham 4 sm masofa qoldirib koketkamizga birlashtirishimiz kerak. Bu 4 sm proyma uchun bizga kerak qizlar. Etek qismimizga proyma o'ymaganmiz bichilish jarayonida. 4 sm masofani tashlab, ana shu joydan boshlab etek qismimiz bilan koketkamizni birlashtirib tikamiz va oxirida ham 4 sm masofa ortib qolishi kerak. Endi mana bu oq koketkamizni proymadan keyin yon tarafga birlashtirib chok yurg'izib olamiz. Yonchoqlarimizni, yenglarimizni qo'yayotganda qiynalmasligi uchun. Qizlar umumiy uzunligimiz 110 sm, 110 dan 38 sm koketka uzunligini ayirib tashladim. 72 qoldi. 72 ga chok haqi beramiz 3-4 sm. Materialimni buklab olganman 60 sm kenglikda. Endi qarang, mana shu joydan tepadan 72 sm ga 4 sm chok haqi berdim. 76 qilib uzunlikni belgilab oldim. Mana bu ochiq tarafdan 10 sm o'lchab, mana bunday qilib qiyalatib chizib oldim. Shu chiziqlarim bo'ylab kesib chiqaman. Bu oldi tarafimiz uchun etek qism, oldi asos qismimiz uchun. Endi yana bir marta 60 sm kenglikda buklab oldim. Bu tarafda 110 sm umumiy uzunlikdan 14 sm orqa koketkani uzunligini ayirib tashladim. 96 chiqdi. 96 ga chok haqi bilan 100 qilib belgilab oldim uzunlikni. Chizdim. Va bu tarafda ham mana shu ochiq tarafdan 10 sm o'lchab qiyalatib chizib oldim. Va shu chiziqlarim bo'ylab kesib chiqdim qizlar. Mana shu etek qismimizni yon tarafdan ortib qolgan materiallarimizdan koketka bichib olamiz. Mana bunday qilib buklab oldim. Andazamdan 38 sm uzunlikni o'lchab to'g'ri chiziq tortib oldim. Va shu chiziqqa to'g'rilab ozgina chok haqi bilan koketka bichib oldim. Koketkani buklov holatda bichmadim qizlar. O'rtaga chok tushadigan qildim. Mana shu joyga zamok qo'yib, bolani emizish uchun foydalanishingiz mumkin. Taxlab olib qo'yamiz. Endi mana bu joydan qarang, yuqoridan 14 sm uzunlikni o'lchab, orqa koketkani uzunligini chiqarib olamiz. Ikkiga buklangan materialimizning ustiga 1 sm chok haqi bilan atrofiga orqa bo'yin o'yindini sayozroq qilib o'yib koketka bichib oldim. Har bitta koketkam 2 qavatdan, ya'ni astar va ustki qismlari shu materialning o'zidan. Endi bizga ozgina oppoq material kerak bo'ladi. Andazamizni qiyaligi bo'ylab kesib oldim va buklangan oq materialimizni ustiga andazamni qo'yib, mana bunday qilib kesib oldim. Proymani ham kesib olamiz. Endi koketkamizning pastki qismiga 10-12 sm kenglikda dublerini yopishtirib olamiz. Koketkamizni ikkiga buklab, mana bu pastki qismdagi qiyalikni chiqarib chizib olamiz va kesib chiqamiz. Endi koketkamizni oldi bo'yin o'yindasini ham chizib kesib olishimiz kerak. Yelkadan 24 sm ko'krak uzunligini o'lchadim va 14 sm uzunlikda vitichka chizib oldim. Kesib qo'ydim, tikishda oson bo'lishi uchun. Xohlasangiz kesmasdan tikishingiz mumkin. Vitichkalarimni tikib, dazmolladim. E'tibor qiling, vitichkaning choki pastga qaratib dazmollangan.
Kaketkamizning pastki qismini yarim oy bo'lgan joyini overlock qilib oldim va mana shunday qilib buklab chiqdim. Chokkimizni chiroyli qilib dazmollaymiz. Endi qizlar, mana bu oldi kaketkamiz. Mana shu joyga xohlasangiz zamok qo'yib olishingiz mumkin, xohlasangiz shunday tikishingiz mumkin. Bu anavi oq tayyorlab olgan kaketkamizni ostida qolib ketadigan joy hisoblanadi. Bola emizishga moslamoqchi bo'lsangiz, mana shu joyga обязательно zamok qo'ying. Juda ham qulay, zo'r fason emizikli onalar uchun. Mana shunday qilib bo'yini aylanamiz bo'ylab tikib olamiz. Aylana bo'lganligi uchun oz-ozdan chokka yetkazmasdan kesib chiqamiz va to'ntarib dazmollaymiz. E'tibor bergan bo'lsangiz, bo'yin aylanamga filizilin yopishtirmadim. Materialim juda ham bo'ysunuvchan. Endi kaketkamizni mana bunday qilib qo'yib, ikkinchi tarafini ham mana shu holatda qo'yib olamiz. Yelka choklarimiz va bo'yin aylanamiz bo'ylab tikib chiqamiz. Mana shu joyga aslida tayyorlab olgan oq kaketkamizni qo'shib tikishimiz kerak edi oldi tarafiga. Lekin sizga tushunish osonroq bo'lish uchun avval kaketkani tayyor qilib olib, keyin boshqacha qilib qo'yib ko'rsatganman. Buni tikish jarayonida ko'rishingiz mumkin. Kaketkamizning pastki qismiga pautinka klidan qo'yib yopishtirib oldim. Tikishda osonroq bo'lish uchun. Endi qizlar, mana shu joyga etek qismimizni tepasiga zborka tortib tayyorlab olganman. Zborkalarni teng tekis qilib yoyib, kaketkamizga moslab, kaketkamiz bilan birlashtirib tikib olamiz. Va mana shu chokimizni overlock qilamiz. Endi qizlar, oq kaketkamizni bezatishimiz kerak. Ortib qolgan materiallarimizdan kengligi 1,5-2 sm kenglikda buklov hosil qilib dazmollab oldim va kesib chiqdim lentichka holatiga keltirib. Endi qarang, kaketkamizni mana bunday qilib yoydim. Ikkiga bukladim va buklangan joydan kengligini 1 sm kenglikda qilib chiziq tortib oldim. Ikkinchi tomoniga xuddi shunday. Kaketkamizni yoyamiz. Mana shu chiziqlarimizga hozirgina tayyorlab olgan lentichkamizni mana shunday qilib tikib chiqishimiz kerak. Lentamizni ochiq tarafini chizig'imizga qo'yib 1 sm kenglikda chok yurg'izib oldim. Va mana bunday qilib to'ntarib, mana bu chekkasidan avval chok yurg'izdim, keyinroq narigi chekkasidan ham yurg'izib qo'ydim. Har ikkala chizib olgan chiziqlarimizga mana shu holatda lentichkamizni qo'shib tikib chiqamiz. Mana lentichkalarimizni tikib nihoyasiga yetkazib oldik. Choklarimizni akkuratni qilib dazmollaymiz. Ortgan materialimizni qarang, biroz kasoy qilib buklab oldim. Materialim juda ham bo'ysunuvchan. Shuning uchun bo'yin aylanaga ishlov berish uchun ozgina kasoy qildim xolos. Agar materialingiz qalinroq, bo'ysunmaydigan bo'lsa, alohida kasoy lenta olishingiz kerak. Bo'yin aylanamni mana bu joyiga orqa tarafdan dublerin yopishtirib olganman. Ozgina ko'rinib turibdi, e'tibor bersangiz. Endi mana shu lentichkani bo'yin aylanaga qo'shib tikib chiqishimiz kerak. Avval mana bunday qilib 1 sm kenglikda chok bilan lentichkamizni aylantirib tikib olamiz. Aylana bo'lganligi uchun oz-ozdan kesib chiqamiz va yana bir marta mana bunday qilib qatlab ustidan chok beramiz. Chok berayotganimizda lentichkamizni ostki tarafidagi qavati chokdan tashqarida qolmasligi kerak. Ya'ni to'liq tikilishi kerak. Chiroyli qilib dazmollaymiz. Endi qizlar, kaketkamizning pastki qismidan yuqoriga 2 sm kenglikda masofa o'lchab chiziq tortib oldim. Mana shu chiziqqa ham
mana shu avvalgi lentichkamizdan ortganidan chizig'i bo'ylab tikib chiqamiz. Va xuddi oldi tarafimizga ikkita poloskaga ishlov berganimizdek orqaga qayirib ustidan bostirib qo'yamiz. Oldimizdagi mana bu ikkita poloska bo'lgan joyga tugmalardan qo'yib bezatishimiz mumkin. Tugmalarni tikib oldim. Endi mana bu tayyor bo'lgan asos qismimizga hozirgina tayyorlagan oq koketkamizni qo'yib birlashtirib olishimiz kerak. Buning uchun yelkachoqlarimizni ochishimiz kerak. Har ikkala yelkachoqlarimizni ochib olamiz va orasiga mana shu oq koketkamizning yelkasini qo'shib mashina yordamida tikib olamiz. Navbatdagi ishimiz orqa koketkamizga etek qismini birlashtirib tikib olishga. Hozirgina tikkan yelkachoqlarimiz va bo'yin o'yindalarimizni chiroyli qilib dazmollab olamiz. Mana shu joyga orqa etek qismimizni qo'yishimiz kerak. Mana shunday qilib qo'yamiz. Mana bu joydan 4 sm masofa qoldirib, ikkinchi tarafdan ham 4 sm masofa qoldirib koketkamizga birlashtirishimiz kerak. Bu 4 sm proyma uchun bizga kerak qizlar. Etek qismimizga proyma o'ymaganmiz bichilish jarayonida. 4 sm masofani tashlab, ana shu joydan boshlab etek qismimiz bilan koketkamizni birlashtirib tikamiz va oxirida ham 4 sm masofa ortib qolishi kerak. Endi mana bu oq koketkamizni proymadan keyin yon tarafga birlashtirib chok yurg'izib olamiz. Yonchoqlarimizni, yenglarimizni qo'yayotganda qiynalmasligi uchun. Qizlar, mana ko'ylagimiz deyarli yarim tayyor holatda. Yengini qo'yishimiz kerak. Proymani, orqa tarafni proymasini oldiga tenglab o'yib oldim. Yelka ozgina kengroq chiqdi. Buni ham kesib tashladim yelkadan. Shu kesilgandan keyin 1 sm chokka kirsa rovna chiqar ekan. Bu orqa tarafimiz, qarang. Xuddi o'zimizning o'zbekcha ko'ylaklarning orqa tarafi. Bu oldi tarafimiz. Mana bu joyini ko'tarib, mana bu qismga zamok qo'yib bemalol emizishda foydalanish mumkin. Yengimizni bichib olamiz. Mana bunday qilib uzunlikni o'lchadim. Chok haqi bilan yuqoridan 3. Buklovimning kengligi ham 21, proymani chuqurligi ham 21. Yengni uchini kengligini 16 sm qilib oldim. Va oddiy yeng bichdim. Bu ko'ylakni tikkanda avval oldini zamoksiz qilib, homiladorlikka tayyorlanayotgan paytda zamoksiz qilib tikib, tuqqandan keyin ana shu joyga zamok qo'yib kiysangiz ham bo'ladi. Yaxshi variant. Ham u variantda, ham bu variantda kiyish mumkin. Yengimizni uchiga rezinka qo'yamiz. Biroz enliroq rezinkadan foydalandim. Yengni uchiga nisbatan 5 sm yuqoridan tikishni boshladim. Avval rezinkani o'rtasidan tikib oldim, keyin har ikkala chekkasidan ham yurg'izib chiqdim. Shunda bitta rezinkaga 3 ta chok yurg'izildi. 3 qator chiroyli zborka hosil bo'ladigan yeng bo'ldi. Endi proymamizni yoyiq holatda yengimiz bilan birlashtirib tikib olamiz. Tikkan choklarimizni overlock qilamiz va yengimizni uchidan boshlab yonchoqlarimizni to etak qismimizgacha tikib olamiz. Ko'ylagimizning etagini buklash qoldi xolos. Qizlar, ko'ylagimiz tayyor bo'ldi. Qarang, kenggina, qomatni bildirmaydigan, uy ichiga kiyishga udobni, yenglari uzun. Ayniqsa qaynog'alar bilan yashaydigan kelinlar uchun juda ham chiroyli fason. Qomatni bildirmaydi. Mana bu joyga zamok qo'yib bemalol foydalanish mumkin. Bola emizishda ham. Bu ustidagi koketkamiz spetsialniy ko'krakni yopib ko'rsatish uchun qilingan. Ya'ni ko'krakni alohida ko'rsatib qo'yish mumkin. Ichkaridagi materialni o'zi qolsa, bu material yopadi.
Bu orqa tarafimiz svobodno fason. Hech qomatingiz ko'rinmaydi, bilinmaydi. Bemalol harakatlanish mumkin. Ayniqsa yozning kunlariga juda ham qulay fason. Oddiyga nisbatan yaxshi fason. Hijobli qizlarimiz uchun tavsiya qilinadi. Mana oldiga xohlagan turdagi bezaklaringizdan foydalanishingiz mumkin. Qizlar, mana darsligimizni ko'rib chiqdik. Juda ham chiroyli fason. Yozga ayniqsa mijozlaringizga ham tavsiya qilishingiz mumkin, tikib berishingiz mumkin. Yana bir marta eslataman qizlar, Ramazon oyi ichi onlayn kurslarimizda aksiya ketyapti. Foydalanib qoling. Bizda aksiyalar faqat Ramazon oyida 1 oy davom etadi xolos. Kurs haqidagi to'liq ma'lumotni opisaniyada ko'rsatilgan Telegram kanal va gruppamizdan olishingiz mumkin. Men esa navbatdagi darslikda ko'rishgungacha xayrlashaman. O'zingizni ehtiyot qiling. Allohga omonat bo'ling. Bizni kuzatishda davom eting.